Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar, aziz kanalimiz obunachilari va albatta bizning hurmatli faxriylarimiz, muhtaram pensiya yoshidagi yurtdoshlarimiz. Bugungi videomiz juda ham muhim. Hayotiy zaruratga ega bo'lgan bir mavzuga bag'ishlanadi. Agar siz pensiyada bo'lsangiz, bu ma'lumot aynan siz uchun. Agar oilangizda pensiyaga chiqqan insonlar bo'lsa, ularga ham bu videoni darhol ulashishingizni so'rayman. Chunki millionlab pensionerlar afsuski o'zlari to'lashi shart bo'lmagan kvitansiyalar uchun pul to'lashda davom etmoqda. Bu shunchaki bir gap emas. Bu haqiqat. Davlat tomonidan beriladigan imtiyozlar va kompensatsiyalar haqida bilmaslik natijasida har oy ortiqcha xarajatlarga duch kelayotganingizni tasavvur qiling. Bu oddiy holat emas. Bu sizning oilaviy byudjetingizga jiddiy ta'sir qiluvchi masala. Bugun men sizga qaysi 5 ta kvitansiyani umuman to'lashingiz shart emasligini, aksincha ularning 100% qoplash huquqiga ega ekanligingizni batafsil tushuntiraman. Bu qanday imtiyozlar, kimlarga beriladi, qanday tartibda rasmiylashtiriladi? Bularning barchasini birma-bir ko'rib chiqamiz. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'ling. Bu videoga like bosing va uni boshqa tanishlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'plab insonlarning hayotini osonlashtirishi mumkin. Muammoning mohiyati va hozirgi vaziyat aziz do'stlar. Avvallari pensionerlar uchun belgilangan imtiyozlar tizimi birmuncha murakkab va ba'zan tushunarsiz edi. Ko'pgina imtiyozlar haqida aholi yetarli ma'lumotga ega emas edi yoki ularni olish uchun talab qilinadigan hujjatlar ro'yxati haddan tashqari ko'p bo'lib, odamlarni charchatardi. Pensionerlar nafaqat o'z haqlari borligini bilishmasdi, balki hatto ularga berilgan imtiyozlar amalda to'liq ishlamasligi holatlari ham uchrab turardi. Masalan, kommunal xizmatlar uchun imtiyozlar haqida eshitish mumkin edi. Lekin amalda ularni rasmiylashtirish yoki amalga oshirishda qiyinchiliklar yuzaga kelardi. Davlat idoralariga borib kelish, turli xil blankalarni to'ldirish, navbat kutish. Bularning barchasi keksa yoshdagi insonlar uchun ancha murakkab jarayon edi. Lekin keyingi yillarda mamlakatimizda ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish bo'yicha juda katta ishlar amalga oshirildi. Prezidentimiz va hukumatimiz tomonidan qabul qilingan qator qarorlar va qonun hujjatlari tufayli pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar va aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini qo'llab-quvvatlash tizimi sezilarli darajada soddalashtirildi va kengaytirildi. Endilikda imtiyozlarni olish tartibi ancha shaffof bo'ldi. Ko'pgina xizmatlar bir darsha tamoyili asosida va hatto elektron shaklda ham ko'rsatilmoqda. Eng muhimi, aniq toifadagi pensionerlar uchun ba'zi kommunal to'lovlar va boshqa xizmatlar uchun bir paygacha kompensatsiya olish imkoniyati yaratildi. Bu degani ayrim kvitansiyalarni umuman to'lamaslik, ularni davlat byudjeti hisobidan qoplatish mumkin. Afsuski, ko'plab pensionerlar bu o'zgarishlardan bexabar yoki ularning qanday amalga oshirilishini tushunmaydi. Natijada ular har oy o'z hamyonlaridan ortiqcha pul sarflashda davom etishadi. Bizning vazifamiz sizga bu imkoniyatlar haqida batafsil ma'lumot berish va ulardan qanday foydalanishni o'rgatish. Qaysi 5 kvitansiya uchun to'lov qilmaysiz? Endi esa eng asosiy qismga o'tamiz. Qaysi 5 ta kvitansiya uchun siz to'lov qilishingiz shart emasligini va ularning bitbazi qoplanish huquqiga ega ekanligingizni batafsil ko'rib chiqamiz. Bu imtiyozlar asosan aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamiga, ya'ni kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan, urush qatnashchisi bo'lgan yoki yolg'iz istiqomat qilayotgan keksa yoshdagi fuqarolarga qaratilgan. Har bir punktni diqqat bilan tinglang, chunki shartlar har bir kvitansiya uchun farq qilishi mumkin. 1. Elektr energiyasi uchun to'lov birinchi navbatda bu elektr energiyasi uchun to'lov. Bilamizki, elektr energiya bu har bir xonadon uchun hayotiy zarurat. Uning uchun to'lanadigan summalar ayniqsa isitish mavsumida texnikalardan ko'p foydalanish holatlarida sezilarli darajada oshadi. Ammo ma'lum toifadagi pensionerlar elektr energiyasi uchun to'lovni butunlay to'lamaslik huquqiga ega. Kimlar bunga haqli? Birinchi navbatda Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va ularga tenglashtirilgan shaxslar. Shuningdek, jangovar harakatlarda ishtirok etgan nogironligi bo'lgan shaxslar to'liq kompensatsiya olishlari mumkin. Bu degani ular o'zlari iste'mol qilgan elektr energiyasi uchun umuman pul to'lamaydilar. Misol uchun, Toshkent shahrida yashovchi 95 yoshli Omon ota Ikkinchi jahon urushi qatnashchisi. U har oy elektr energiyasi uchun o'rtacha 1000 so'm to'lashi kerak edi. Biroq tegishli hujjatlarni taqdim etgandan so'ng uning bu kvitansiyasi uchun bir kompensatsiya belgilandi.
Endi u har oy shu pulni tejab boshqa ehtiyojlarga sarflashi mumkin. Bu uning deyarli 1 million so'mdan ortiq foyda keltiradi. Shuningdek, birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz keksalar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, minimal pensiyadan kam pensiya oluvchilar ham ma'lum miqdordagi elektr energiyasi uchun kompensatsiya olishlari mumkin. Ba'zi hollarda bu qisman kompensatsiya bo'lsa-da, ayrim maxsus toifalar uchun to'liq kompensatsiya ham ko'zda tutilgan. Masalan, birinchi guruh nogironligi bo'lgan va yolg'iz yashovchi pensioner Dilfuza opa o'z uyida har oy o'rtacha 1,5 kilovolt soat elektr energiyasi iste'mol qilardi. Uning pensiyasi minimal pensiyadan bir oz balandroq bo'lsa-da, uning yolg'izligi va nogironligi tufayli u ham elektr energiyasi uchun to'liq kompensatsiya olish huquqiga ega bo'ldi. Bu uning har oylik xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirdi. Kompensatsiya olish shartlari kompensatsiya belgilangan me'yorlar doirasida amalga oshiriladi. Masalan, ma'lum miqdordagi kilowatt soat uchun to'lov qoplanadi. Agar iste'mol bu me'yordan oshsa, oshgan qism uchun to'lovni pensionerning o'zi qoplashi kerak bo'ladi. Ammo ko'pchilik holatlarda oddiy pensionerning ehtiyojlari ushbu me'yorga sig'adi. 2. Tabiiy gaz uchun to'lov. Ikkinchi kvitansiya tabiiy gaz uchun to'lov. Gaz ayniqsa qish mavsumida biz itish uchun va ovqat pishirish uchun juda zarur. Bu kvitansiya ham ba'zi toifadagi pensionerlar uchun to'liq qoplanishi mumkin. Kimlar bunga haqli? Xuddi elektr energiyasi holatda bo'lgani kabi. Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va nogironlari, shuningdek ularga tenglashtirilgan shaxslar tabiiy gaz uchun ham byus-byus kompensatsiya olish huquqiga ega. Bunga qo'shimcha ravishda front orqasi mehnat faxriylari, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashgan shaxslar va ba'zi turdagi nogironligi bo'lgan pensionerlar ham ma'lum shartlar asosida to'liq kompensatsiya yoki sezilarli imtiyozlarga ega bo'lishlari mumkin. Misol uchun, Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumanida yashovchi 8 yoshli front orqasi mehnat faxriysi Rustam buva o'z uyini gaz bilan istardi. Uning har oylik gaz uchun to'lovi qishda 300 ming so'mgacha yetardi. Biroq u o'zining mehnat faxriysi ekanligi haqidagi guvohnomasini taqdim etib, gaz uchun to'liq kompensatsiya olishga muvaffaq bo'ldi. Bu unga har qishda katta miqdordagi mablag'ni tejash imkonini berdi. Yana bir misol, minimal pensiya oladigan va erta bolalikdan nogironligi bo'lgan, yolg'iz yashaydigan 65 yoshli Nodira opa ham gaz uchun to'liq kompensatsiya oldi. Uning yashash sharoiti va daromadi hisobga olinib, davlat unga bu xizmat uchun to'lovni to'liq qoplab berishga qaror qildi. Bu uning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshiladi. Kompensatsiya olish shartlari. Kompensatsiya gaz iste'moli bo'yicha belgilangan me'yorlar doirasida amalga oshiriladi. Agar iste'mol me'yordan oshib ketsa, oshgan qism uchun to'lovni pensionerning o'zi qoplashi lozim. Me'yorlar regionga va isitish mavsumiga qarab farq qilishi mumkin. 3. Suv ta'minoti va kanalizatsiya xizmatlari uchun to'lov. 3-kvitansiya. Bu suv ta'minoti va kanalizatsiya xizmatlari uchun to'lov. Suv ham gaz va elektr kabi hayotiy zaruratdir. Bu xizmatlar uchun ham ma'lum toifadagi pensionerlar bitmas kompensatsiya olishlari mumkin. Kimlar bunga haqli? Yolg'iz yashovchi nogironligi bo'lgan shaxslar, ayniqsa birinchi va ikkinchi guruh nogironlari. Shuningdek, boquvchisini yo'qotgan oilalar va minimal pensiyadan kam pensiya oluvchi pensionerlar suv ta'minoti va kanalizatsiya xizmatlari uchun to'liq yoki sezilarli darajada kompensatsiya olishlari mumkin. Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va ularga tenglashtirilgan shaxslar uchun bu imtiyozlar ham to'liq hajmda amal qiladi. Misol tariqasida Namangan shahrida yashovchi, o'g'lini yoshligida yo'qotgan va yolg'iz qolgan 7-8 yoshli Gulnora aya boquvchisini yo'qotgan oila a'zosi sifatida suv va kanalizatsiya xizmatlari uchun to'liq kompensatsiya oldi. Har oy taxminan 3,000 ming so'm suv uchun to'lash kerak edi, ammo endi bu xarajatdan ozod. Bu uning kichik pensiyasiga katta yordam bo'ldi. Boshqa bir misol, Jizzax viloyatida yashovchi, bolalikdan ikkinchi guruh nogironligi bor va onasi bilan yashovchi 75 yoshli Madina opaning oilasi ham ushbu imtiyozdan foydalanadi. Garchi ular 2 kishi yashasalar ham. Oilada nogironligi bo'lgan shaxs mavjudligi va pensiyaning kamligi hisobga olinib, suv va kanalizatsiya uchun to'lovlar to'liq qoplanadi. Bu oilaviy byudjetdagi xarajatlarni ancha yengillatadi. Kompensatsiya olish shartlari suv uchun kompensatsiya iste'mol me'yorlari asosida belgilanadi.
har bir viloyatda yoki hududda aholi jon boshiga belgilangan suv iste'moli me'yorlari mavjud. Agar iste'mol shu me'yordan oshib ketsa, oshgan qism uchun to'lovni pensionerning o'zi qoplashi kerak bo'ladi. 4. Uy-joy kommunal ekspluatatsiya xizmatlari va markazlashgan isitish uchun to'lov. 4-kvitansiya. Bu uy-joy kommunal ekspluatatsiya xizmatlari uchun. Shuningdek, markazlashgan isitish uchun to'lovlar. Ko'p qavatli uylarda yashovchi pensionerlar uchun bu juda muhim xarajatdir. Kimlar bunga haqli? Yuqorida sanab o'tilgan asosiy imtiyozli toifalar. Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va nogironlari, ularga tenglashtirilgan shaxslar, harbiy harakatlarda ishtirok etgan nogironligi bo'lgan shaxslar, front orqasi mehnat faxriylari. Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashgan shaxslar bu xizmatlar uchun ham to'liq kompensatsiya olish huquqiga ega. Bundan tashqari, ayrim hollarda minimal pensiyadan kam pensiya oluvchi yolg'iz keksalar yoki nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ham ushbu to'lovlar qisman yoki to'liq qoplanishi mumkin. Markazlashgan isitish xizmatlari qish mavsumida juda katta xarajat hisoblanadi. Shuning uchun bu yerda beriladigan imtiyoz ayniqsa ahamiyatli. Misol uchun, Buxoro shahrida ko'p qavatli uyda yashovchi, nogironligi bo'lgan 70 yoshli olim aka uy-joy kommunal ekspluatatsiya xizmatlari va markazlashgan isitish uchun har oy 1 ming so'm atrofida to'lov qilar edi. Uning pensiyasi uncha yuqori emas edi. Tegishli hujjatlarni rasmiylashtirgach, unga bu xizmatlar uchun vidborli kompensatsiya belgilandi. Bu unga har qishda isitish uchun qiladigan katta xarajatlarni to'liq tejash imkonini berdi. Yana bir misol. Samarqand viloyatining Urgut tumanida yashovchi 45 yoshli ikkinchi jahon urushi nogironi Sayfiddin bobo o'z kvartirasida yashar edi. Uning kvartirasi uchun kommunal to'lovlar va isitish har oyda ancha katta summani tashkil etardi. Biroq uning urush nogironi sifatidagi maqomi tufayli barcha uy-joy kommunal xizmatlari va isitish uchun to'lovlar davlat tomonidan to'liq qoplanadi. Bu Sayfiddin boboning oilaviy byudjetidan hech qanday mablag' sarflanmasligini ta'minladi. Kompensatsiya olish shartlari. Bu turdagi kompensatsiyalar ham belgilangan me'yorlar va xizmat ko'rsatish standartlari asosida beriladi. Agar yashash maydoni me'yordan oshiq bo'lsa yoki qo'shimcha xizmatlar talab qilinsa, bu qismlar uchun to'lovni pensionerning o'zi qoplashi kerak bo'ladi. 5 maishiy chiqindilarni olib chiqish xizmati uchun to'lov 5 va yakuniy kvitansiya bu maishiy chiqindilarni olib chiqish xizmati uchun to'lov. Bu har oy to'lanadigan nisbatan kichikroq, lekin doimiy xarajat. Bu xizmat uchun ham ba'zi toifadagi pensionerlar to'liq kompensatsiya olishlari mumkin. Kimlar bunga haqli? Aynan ushbu xizmat turi uchun ham. Yuqorida sanab o'tilgan asosiy imtiyozli toifalar, ya'ni ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va nogironlari, ularga tenglashtirilgan shaxslar, harbiy harakatlarda ishtirok etgan nogironligi bo'lgan shaxslar, front orqasi mehnat faxriylari, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashgan shaxslar uchun medbedi kompensatsiya ko'zda tutilgan. Shuningdek, ba'zi hududlarda mahalliy hokimiyat organlari qarorlari bilan kam ta'minlangan oilalar yoki yolg'iz keksalar uchun ham bu xizmatdan ozod qilish yoki kompensatsiya berish amaliyoti mavjud. Misol uchun, Farg'ona viloyatida yashovchi, pensiyasidan tashqari boshqa daromadi bo'lmagan va yolg'iz yashaydigan 75 yoshli Maryam aya maishiy chiqindilarni olib chiqish xizmati uchun har oy 10 ming so'm atrofida to'lar edi. Uning kichik pensiyasi uchun bu ham bir xarajat edi. Ma'lum bo'lishicha, uning yolg'izligi va kam ta'minlanganlik holati sababli u bu xizmatdan to'liq ozod qilingan ekan. Uning shu xizmat uchun to'lov kvitansiyasi endi nolga teng bo'ldi. Boshqa bir misol. Toshkent shahridagi pensionerlar mahallasida yashovchi ikkinchi jahon urushi qatnashchisi bo'lgan 9 yoshli Ahmad bobo uchun maishiy chiqindilarni olib chiqish xizmati har doim davlat tomonidan to'liq qoplanadi. Bu unga har oy kichik bo'lsa-da, doimiy xarajatdan ozod bo'lish imkonini beradi. Kompensatsiya olish shartlari. Bu kompensatsiya ham aholi jon boshiga hisoblanadigan me'yorlar asosida beriladi. Agar xonadonda imtiyozli shaxslardan tashqari boshqa oila a'zolari ham yashasa, faqat imtiyozli shaxsga tegishli qism kompensatsiya qilinishi yoki oilaning umumiy daromadi hisobga olinishi mumkin. Ammo yolg'iz yashovchi imtiyozli pensionerlar uchun deyarli har doim to'liq kompensatsiya beriladi. Istisnolar, nozik shartlar va yashirin tuzoqlar, hurmatli tomoshabinlar. Yuqorida biz 5 ta kvitansiya bo'yicha buyuk banzi kompensatsiya olish imkoniyatlarini ko'rib chiqdik. Biroq bu tizimda ba'zi istisnolar
nozik jihatlar va hattoki yashirin tuzoqlar ham mavjud bo'lib, ularni bilish sizni o'rtacha muammolardan qutqaradi va vaqtingizni tejaydi. Birinchidan, bitbari kompensatsiya degani hamma pensionerlar hamma 5 ta kvitansiya uchun to'lovdan to'liq ozod etiladi degani emas. Bu imtiyozlar asosan aholining eng himoyaga muhtoj, ya'ni kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan, urush qatnashchisi bo'lgan yoki yolg'iz istiqomat qilayotgan keksa yoshdagi fuqarolarga qaratilgan. Oddiy pensiyaga chiqqan. Lekin imtiyozli toifalarga kirmaydigan yoki daromadi yuqori bo'lgan pensionerlar uchun bu imtiyozlar amal qilmasligi mumkin. Shuning uchun avvalo o'z maqomingizni aniqlashtirib olishingiz juda muhim. Ikkinchidan, kompensatsiyalar odatda belgilangan me'yorlar doirasida beriladi. Bu degani elektr energiyasi, gaz yoki suvni cheksiz iste'mol qilishingiz kompensatsiya qilinadi degani emas. Har bir xizmat turi uchun davlat tomonidan belgilangan o'rtacha iste'mol me'yorlari mavjud. Agar sizning iste'molingiz bu me'yorlardan oshib ketsa, oshgan qism uchun to'lovni sizning o'zingiz qoplashingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, Mirishkor tumanida yashovchi yolg'iz pensioner Xolmat bobo elektr energiyasi uchun to'liq kompensatsiya oladi. Ammo u kompensatsiyadan foydalanib, issiqxona tashkil etib, juda ko'p elektr ishlata boshladi. Natijada uning iste'moli belgilangan me'yordan ancha oshib ketdi va u ortiqcha iste'mol uchun to'lovni o'z cho'ntagidan qoplashga majbur bo'ldi. Shuning uchun imtiyozlardan foydalangan holda ham resurslarni tejashga e'tibor berish lozim. Uchinchidan, imtiyozlar avtomatik tarzda berilmaydi. Ularni olish uchun tegishli idoralarga murojaat qilishingiz va hujjatlarni rasmiylashtirishingiz shart. Ko'plab pensionerlar aynan shu narsadan bexabar bo'lib, o'z haqqini talab qilmaydi. Pensiya tayinlangandan so'ng imtiyozlar haqida alohida murojaat qilish zarur. Bu jarayonni imkon qadar tezroq boshlash kerak. Chunki ba'zi imtiyozlar murojaat qilingan sanadan boshlab hisoblanadi. O'tmishdagi muddatlar uchun qayta hisob-kitob qilinmasligi mumkin. To'rtinchidan, yashash sharoitingizdagi o'zgarishlar, masalan, boshqa joyga ko'chish, oila tarkibining o'zgarishi, yangi oila a'zosining paydo bo'lishi yoki aksincha yo'qolishi imtiyozlarga bo'lgan huquqingizga ta'sir qilishi mumkin. Bunday hollarda tegishli idoralarni zudlik bilan xabardor qilish lozim. Agar ma'lumotlar o'z vaqtida yangilanmasa, sizga ortiqcha kompensatsiya to'lanishi va keyinchalik bu pullarni qaytarish talab qilinishi mumkin. Bu esa qo'shimcha muammolarni keltirib chiqaradi. Beshinchidan, ba'zi imtiyozlar har yili qayta tasdiqlashni talab qilishi mumkin. Ayniqsa daromadiga qarab beriladigan imtiyozlar har yili qayta ko'rib chiqiladi. Misol uchun, Navoiy viloyatida yashovchi pensioner Dilbar xola minimal pensiyadan past pensiya olganligi sababli kommunal to'lovlar uchun kompensatsiya olardi. Bir yildan so'ng uning pensiyasi oshirildi va u endi minimal pensiyadan yuqori damatga ega bo'ldi. Shu sababli u imtiyozga bo'lgan huquqini yo'qotdi. Lekin u bu haqda bilmay, yana bir necha oy kompensatsiyadan foydalanishda davom etdi. Natijada unga ortiqcha to'langan summa qaytarish talabi bilan murojaat qilishdi. 6-dan, hujjatlarning to'g'ri va to'liq bo'lishi juda muhim. Agar hujjatlarda xatoliklar yoki kamchiliklar bo'lsa, imtiyozni rasmiylashtirish jarayoni kechikishi yoki umuman rad etilishi mumkin. Shuning uchun murojaat qilishdan oldin barcha hujjatlaringizni diqqat bilan tekshiring. 7-dan, mintaqaviy farqlar ham mavjud bo'lishi mumkin. Ba'zi imtiyozlar yoki ularni olish tartibi mahalliy hokimiyat organlarining qarorlariga asosan biroz farqlanishi mumkin. Shuning uchun o'z hududingizdagi tegishli idoralar bilan maslahatlashish har doim foydalidir. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga keldik. Qanday qilib siz bu imtiyozlardan foydalanishingiz mumkin? Aniqlik kiritish, hujjatlarni yig'ish va murojaat qilish bo'yicha qadam-baqadam ko'rsatmalar beraman. Huquqingizni aniqlang. Avvalo, siz o'zingizning imtiyozli toifaga kirishingizni aniqlashingiz kerak. Siz ikkinchi jahon urushi qatnashchisi yoki nogironimisiz? Yoki ularga tenglashtirilgan shaxsmisiz? Birinchi yoki ikkinchi guruh nogironi bo'lib yolg'iz yashaysizmi? Bo'g'uvchisini yo'qotgan oila a'zosimisiz? Pensiyangiz minimal pensiyadan pastmi? Bu savollarga javob berish sizga qaysi imtiyozlar tegishli ekanligini tushunishga yordam beradi. Ma'lumot olish uchun qayerga murojaat qilish kerak? O'zingiz yashayotgan mahalla fuqarolar yig'iniga. Mahalla faollari sizga dastlabki ma'lumotlarni berishlari mumkin. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga. Aynan shu yerda pensiya masalalari va unga bog'liq imtiyozlar bo'yicha eng aniq ma'lumotlarni olishingiz mumkin.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limlariga, bu agentlik aynan ijtimoiy himoya masalalari bilan shug'ullanadi. Davlat xizmatlari markazlariga, bir darsha markazlari. Bu markazlar orqali ko'plab davlat xizmatlarini, shu jumladan imtiyozlarni rasmiylashtirish bo'yicha maslahat olishingiz mumkin. Ikki qadam kerakli hujjatlarni yig'ing. Imtiyozni rasmiylashtirish uchun sizga ma'lum hujjatlar to'plami kerak bo'ladi. Umumiy ro'yxat quyidagicha bo'lishi mumkin, ammo aniqroq ro'yxatni yuqorida aytilgan idoralar orqali aniqlashtirishingizni tavsiya qilaman. Pasport, asal nusxasi va nusxasi. Pensiya guvohnomasi, asal nusxasi va nusxasi. Nogironlik guvohnomasi, asal nusxasi va nusxasi. Ikkinchi jahon urushi qatnashchisi yoki nogirini guvohnomasi. Agar mavjud bo'lsa, asl nusxasi va nusxasi. Front o'rkasi mehnat faxriysi guvohnomasi. Agar mavjud bo'lsa, asl nusxasi va nusxasi. Oilaviy ahvoli to'g'risida ma'lumotnoma mahalla fuqarolar yig'inidan yolg'iz yashovchi pensionerlar uchun bu juda muhim. Pensiyaning miqdori haqida ma'lumotnoma pensiya jamg'armasidan. Minimal pensiyadan kam daromad oluvchilar uchun yashash joyidan kadastr hujjatlari yoki uyga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar. Oxirgi 3-6 oydagi kommunal to'lov kvitansiyalari ba'zida talab qilinishi mumkin. Bank hisob raqami agar kompensatsiya pul ko'rinishida berilsa, 3 qadam murojaat qiling va arza yozing. Hujjatlarni yig'ib bo'lgach, siz davlat xizmatlari markaziga yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Davlat xizmatlari markazida sizga imtiyozlarni rasmiylashtirish bo'yicha namunaviy ariza blankasini berishadi. Bu arizani to'ldirishingiz va barcha yig'ilgan hujjatlaringizni ilova qilishingiz kerak. Agar siz pensiya jamg'armasiga murojaat qilsangiz, ular ham sizga ariza blankasini berishadi va to'ldirishga yordam berishadi. Arizani topshirayotganda barcha hujjatlar joyidaligiga ishonch hosil qiling. Murojaat qilganingiz haqida qabul qilinganligi to'g'risida ma'lumotnoma yoki uning nusxasini olishni unutmang. Bu keyinchalik jarayonni kuzatishda yordam beradi. 4 qadam. Arizangizning holatini kuzating. Arizani topshirgandan so'ng sizga murojaat raqami berilishi mumkin. Siz bu raqam orqali Davlat xizmatlari markazining veb-sayti orqali yoki pensiya jamg'armasiga qo'ng'iroq qilib arizangizning holatini bilib turishingiz mumkin. Odatda arizani ko'rib chiqish muddati 15 ish kunidan oshmaydi. Agar javob kechiksa, murojaat raqamingiz bilan qayta murojaat qiling. 5 qadam imtiyozlarni qayta tasdiqlash. Yuqorida aytganimdek, ba'zi imtiyozlar, ayniqsa daromadga asoslanganlari, har yili yoki ma'lum muddatda qayta tasdiqlashni talab qilishi mumkin. Shuning uchun sizga kompensatsiya tayinlangandan so'ng uning qancha muddatga berilganini va keyingi qadamlaringiz qanday bo'lishini so'rab oling. Bu kelajakda noxush vaziyatlardan qochishingizga yordam beradi. Muhim maslahat: hech qachon kechiktirmang. Agar sizda biron bir savol tug'ilsa yoki qaysidir imtiyoz sizga tegishli ekanligiga shubha qilsangiz, darhol tegishli idoralarga murojaat qiling. Ma'lumot olish bepul va bu sizning qonuniy haqqingizdir. Xulosa, hurmatli tomoshabinlar, aziz pensionerlar. Bugungi videomizda sizga qaysi 5 ta kvitansiya uchun to'lov qilishingiz shart emasligini va ularning bitbir qoplash huquqiga ega ekanligingizni batafsil tushuntirishga harakat qildim. Elektr energiyasi, gaz, suv, uy-joy kommunal xizmatlari va maishiy chiqindilar uchun to'lovlar bo'yicha imtiyozlar haqida bilib oldingiz. Bu ma'lumot sizning oilaviy byudjetingizni sezilarli darajada yengillashtirishi, hayot sifatini yaxshilashi mumkin. Unutmang. Davlatimiz har doim ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarni qo'llab-quvvatlaydi. Faqatgina siz bu imkoniyatlardan xabardor bo'lishingiz va o'z haqqingizni talab qilishingiz kerak. Hech qanday shubha qilmang. Agar siz yuqoridagi imtiyozli toifalardan biriga kirsangiz, bu sizning qonuniy haqqingiz. Umid qilamanki, bu video siz uchun juda foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni, savollaringizni va bu boradagi shaxsiy tajribangizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarga ham yordam beradi. Videoni do'stlaringiz va qarindoshlaringizga ulashing. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Kelgusi videolarda yana uchrashguncha xayr, sog' bo'ling. Salomat bo'ling.